Assalomu alaykum. Men shu kanal egasining ukasiman. Men bugun sizlarga DLC 19 ni yuklashni o'rgataman. Buning uchun birinchi DLCdan chiqib olamiz va Telegram ilovasiga kirib olamiz. Telegram ilovasiga kirib olgandan keyin shu botni qidiramiz. Bu botning silkasini kanal opsiyasiga qo'shib qo'yaman. Mana shuni yuklab olamiz. Men yuklab bo'lganman. Shuning uchun siz ham yuklab oling. Keyin o'rnatiladi. Men hozir yangilamoqchiman. Mana endi men yangilayman. 10x qilib tezlashtirib olaman. Yangilandi mana. Endi esa siz ham yangilab olishingiz mumkin. Agarda sizga DLC 15, DLC 18 lar ham shu yerda bo'ladi. Shu botdan qidirib topishingiz mumkin. Hammaga